Hörmətli kitapxumar qeyrindaşlar, hazır biz yazğıcı Zordan Sabirning İzdinish romanının ikinci qismini o'qishga başlaymiz. Diqqat qilib anglashinglarni so'raymiz. İzdinish Zordan Sabir. Roman Qiran chaqlar. Kirish so'z. A'laning xotiralari oxirlashdi. U endi xotira yozmaydigan bo'lib qoldi. Nimishqa? Hozir u hech narsa qiziqmaydi. O'tgan kunlarni eslashni xohlamaydi. U hammala ishdan rozi odamdek xotirjam, kelgusidan yana nimalarni umid qildikin-tan, pat-patla do'stlari bilan qilgan suhbatlarda kelgusi to'g'risida so'zlashib qo'ydi. Lekin burunqidek qizg'in emas. U ko'pincha xiyol surdi, yolg'iz yuriydi. 10 yildan beri xudini bilmay kitap o'qib, xotira maqola yozib, endi 30 yoshga kelganda professor bo'lishning o'rniga Gongshi o'tir maktabining harvisini haydaydigan, hech kim nazarga ilmaydigan arzimas odam bo'lib qolgani har keldimi yoki suyimlik ayoli bilan o'g'lidan ayrilish ahlidan adashtirdimi, bunisini kishilarga belgisiz. U ho'ylisini o'tchib besib ketgan maktab qo'rusida ikki itning huzurlanib eg'inishini erinchaklik bilan kuzatdi. Nerida bog'liqda turib o'ziga havishayotgan qora kuchukka qarab kulib qo'ydi-da, otlarga oldirmay xamut kiygizib harvisini qo'shdi. Uning ezlanguligi uzun gillik qo'ychiga yoki atratning suvchisiga o'xshaydi. U otlarni yetilib cho'ng ko'chaga chiqdi-da, harvisiga chiqdi. U harvisiga o'ltirib, otlarni qatirtib, g'ulja shahriga qarab mangdi. Havo issiq, yo'l to'piliq. Lekin A'la uchun bular ahamiyatsiz. U bugun do'stlari bilan uchrashidi. Lekin u shu yerdami gap qilmay xiyol bilan o'ltirarmikin? A'laning xotiralari oxirlashdi. Endi A'la va uning do'stlari to'g'risida Abdurning o'zi qalam tavritdi. Birinci bab, Mənsiz yıllar. Birinci bölüm. 10 yıldan keyin yeni öz şəhrimizdə cəm bolduq. Qimmatlik dostlarım, mən 4 eğiz kiriş söz qılıb alay. Biz uçurma bolğan quş balalarıdək nələrə uçub ketib, öz beğimizə 10 yıldan keyin qayıtıb gəldik. 10 yıl içində çıraylarımız, micaz, orullarımız qançalik özgərgən, hə? Haşırğa qaranglar, Çeçinin yerimi qapdı. Bu bir yo'qtish. Lekin yo'qtish hisobiga qo'lga keltirgan narsalarmi bor. Masalan, Hoshir Noilik parkimning muavini shujisi bo'ldi. Bundaq o'ringa erishish uchun men hamma chechimni yo'qotishga rozi bo'lgan bo'lar edim. Yana qaranglar, Mavu bizning qurmash, garmoshga chelishni tashlabdi. Bumi bir yo'qtish. Lekin bu yo'qtish hisobiga Noilik ma'rif idorasining boshlig'i bo'lib oldi. Toshcho'tihi, ilmiy mudir. Bizning nomatmi qaltis o'zgardi. 1957-yili birli xurjun bilan Xotanga ketib edi. Mana 10 yildan keyingi bugungi kunda Xanzu bozorining xo'jayini, umr bo'yi yesangmi upurmaydigan boy, ochiqroq aytganda zamonimizning Veliboy Musobiyi. Bizning a'lochi 3dan ayrıldı. 3ga ega bo'ldi. Ya'ni xotindan, qo'shindan, g'oyidan ayrıldı. Harvoga, qalpoqqa, shaxmatga ega bo'ldi. U hozir usta harvokash. Bir harvo bilan butun bir maktabni ko'mir bilan ta'minlaydi. Usta shaxmatchi, Gongshi o'tir maktabining chempioni, yana teg'i usta muqamchi, zamonimizning ro'zi tambiri. Endi proletariat inqilobining bo'shkiga berib, Oktyabr inqilobining mevalaridan tam elib kelgan ikki do'stimiz Manab bilan Nosirni olayli. Bular Sovet ittifoqida qizillashmay, sarg'ayib qaytib kelganligi uchun bugun qayta remont qilinyapti. Endi 10 yil burun bizni sharqqa uzatgan do'stlarimga o'tay. To'xta, dedi Hoshir o'ng qo'lini ko'tarib. Mehmonlarim ko'ngillik o'ltirsin desang, bu ko'ngilni g'ash qildigan tonish-to'rishlaring oxirlasin. Bir sinfda o'qigan 23 do'st birodaringni ajr qilib bir yerga to'plag'ing rahmat. Ko'ngilni g'ash qildigan gaplarni qo'yayli, haraq ichishdan burun kelishib olayli. Birinchidan, bu yerda ikki xil ko'z qarash so'zlanmasin. Ikkinchidan,
birini ko'tarib, birini tushiradigan, odamni osonla mast qiladigan so'zlar bo'linmasin. Naq gapni aytsak, burun hammamiz bop-baravar edik, hozirmi shu. Hammamiz bekorchi, yolg'iz nomatli ish qiladi. Qolganimizda na mansab, na ish yo'q. Biz naqsha aytayli, kulayli. O'zimizni 1967-yili yozda emas, 1957-yili Ahmadjon Qosimi nomidagi Darul Muallimning qo'ynida his qilayli. Qani amsa, Osman harqingni boshla. G'ulja osmoni yanala qadimqidek suzuk. Bog'lari salqin, puroqliq, qushlari yanala tinimsiz. Sho'x quruqlari chitlangan bog'ning shox-shoxlarga patmay qolgan olmalari ostiga tikmatlar selingan dasturxon xilma-xil meyvelar, kavob, saylar bilan to'lgan. Oldiga partuq tortilgan Zulxumar yozliq oshxonadan boqqacha xish yotqizilgan yo'lda takkaslab qatnab turdi. O'z turmushidan qanoat topgan yosh ayolning peshonasi burun uchlari tar, chiroyi kundak yo'ruq, ko'zlari o'ynoq, chaqchaq, kulka, xushalliq uningga cheksiz aram. O'z amgiki bilan qadrlik hamrohining ko'nglini olganligi uchunmi yoki bunu kulkilar o'zining yoshlik hislarini qo'zg'anligi uchunmi ish qilib u to'limi xushal. U har qitim dasturxonga patnis ko'tarib kelganida qaqqaqlab kuladi va qani o'xshamagan bo'lsimi amdi deb qo'yadi. Osmonchu u hilidan hiliga ko'ziga tushib olgan budur chochlarini silkib qo'yib, o'z vaqtida Zulxumarni o'ng'ayla taslim qilib olgan xumar ko'zlarini o'ynatib, do'stlarga gapdallik bilan haroq sunadi, qaqqaqlab kuladi. Bo'l ala, jinim adash, ko'tirvat, hozir tambir chalsan, dutlarni hoshir chaladi. Sizlarning naqshanglarni mas bo'lishdan burun anglab olay, bo'lmasa sana naqsha oshmaydi jumu. Ala kulib qo'ydi. Bir ig'izmi gap qilmayla, hoshirning yonpishiga jayniki bilan tayini bilib, dasturxonga muloyimlik bilan qarabla o'ltirdi. Hoshir bo'lsa bolasining erkinligini har olmagan onadek Alaning jaynikidan kelayotgan zarbiga pisand qilmay, xotirjam chaqchaq qilib o'ltirdi. Hey avoq, yonpishimdan to'shik ochay demsan, bo'pti yo'lan, erkila. Mendan boshqa kiming bor erkilaydigan? U yo'g'on qo'llari bilan Alaning chochlarini tarab qo'ydi-da, ko'pchilikka qarab kulib turib, "Og'aylar, mening taklifim bor. O'ylanganinglar, ayollaringlarni akilinglar, tanishib olayli", dedi. "Sen bo'ydaq nimangni akilsan? Sening to'yingda akilayli. Hey to'yga qachon o'ylansan? Birinchi shuji bo'lmog'icha o'ylanmaydi bu. Xo'zimincha inqilobchi-da." Namat hammadan burun mas bo'ldi va lovzlashdi. Buningga heliqi Alanurni elib berayli. Tunigun ko'rdim. Barnavaldek ayol bo'ladi ekan. Ha ha ha. Osman uningga chaqchaq qildi. Yodingdami Namat, heliqi chig'da Barnavaldan peshva yegining o'taydimi? Ha ha ha. Uning o'rinsiz kulkisi qattiq kulkiga qo'zg'adi. Aramizda bo'ytaqdan uchi bor ekan, dedi Qurmash. Ayollarimizni akelsak bularga besim bo'ladi-da, o'ylanadi. Akelsak akilayli. Hoshirga besim bo'ladi, Alaga azob bo'ladi. Lekin bizning Namatga bozor bo'ldi-da, yana kulki ko'tarildi. Adash Namat, heliqi ayoling bormi? Qo'yvatdingmi? Qo'yvatmay, biz degan xotin deganni qo'yvatkili olamiz. Qanchini qo'yvatding? Orolli 5. Hoshir uningga olib qaradi. Muhabbatdan-chi? Muhabbat Namat tarni turdi. Muhabbat yanchiqda. Undaqda murti kelsa bizni sotadi ekansan-da? To'gining bozor kasat, mashina chiqdi emasmi? Ko'pchilik yana kulishdi. Quyosh ular bilan xo'shlashdi. Uning oxirgi nurlari to'pi shoxlardagi qizil olmalarning mangzida o'ynab boqqa yangicha zinat berdi. G'ulji bog'lari kashki sharq shamili bilan pichirlashishga boshlaganda yolg'iz tambirning yurakni titradigan mo'nliq ovozi xuddi hammani uyquga undayotgandek jimjitlik chillab bog'ni kayf qildi. Mushavirak muqomining tambir bilan boshlanishi xuddi kuchlik ichimlikdek o'ltirishdikilarning boshlarini sanqiltib ko'ngillarini azdi.
Әланың зәхмәк бағлыған қарамтыл бармақлары баяттың алмыға есіқлік тұрған мұны төтсім тарлық тілсізні шүнчілік шерін тылғы көргіздекі кегіз үстіде оңғыл-доңғыл олтырышқан 20 нәче егет құдды ұқлап қалғандек үн-түнсіз жемішіпла қалмай, қазан бешедегі аяллар, шоқ баллармы тұрған ерді қетіп келішті. Әла мұқан башлады. Muzahab eyligen peykanlarım, cismim ara her yan, dime baş çekti kim çekti zabana, şu eleni hicran. Kaçan peykan görünmez hiçbir odunun, şu ilesi bolsa, ani tartıp çıkarmak zəxim içedin var mıdır imkan? Onun avazıga mum ve kaygı singeşke yüreklerini titirtetti. Onun koşak şiirimi özgece. Olturğanlar anlap baxmağın təsirlik idi. Muqam qədəm-müqədəm əvcəyə çıxışqa başlaganda Haşir Osmanğa römkünü qoyub piyanını uzatdı. Osman piyanını toldurub yerimini özü içib, qalğan yerimini üntünsüz Haşirə uzatdı. Osmanğa keyni-keyindən qollar sunuldu. Haraq təşnalıqını aşırıvatqan acayip Muqam olturğanlarının birlərini tegizsə, birlərini boquldatıb yığıldatdı. Yani birlərini dost tartqızatdı. Ular dastıxanını qayırıb qoyub, qıstilişib əlağa yıqıllaşdı və bir-birini noquşub Muqamның hər bir gepini düşünmeliş üçün zihin qoyuşdu. Muqam axırı. Navai özünü xoş tutkin kişiге deyir, işi bardır. Əgər müşkül tutar müşkül və əgər asan tutar asan. Dastan nəğmisi. Aya derim bi vay derdimey degan mung berguchi hissiyat qo'zg'ug'uchi iboralar bilan tushganda o'ltirganlar bir ig'izdan o'lma a'lo deb vaqirishadi. Mushavarak dastonlari boshlanadi. Bayatın duttanning beshini tizig'i qo'yib hayajon bilan o'ltirgan Hoshir duttar bilan yondashdi. A'loning zil jarangliq ovoziga Hoshirning bo'm qo'pol ovozi moslashmadi. Osman həmmini ceyneklep A'lanın koltuğa kirdi. Saqiyliqni bolsa nametge ötküzüp bədi. G'amdan qutulmagan mehnatlik başım, kündü 100 min hicrana boldi neyleyin. Vapası yo'q şum pelekning gardişi, tügüme sevdaga saldi neyleyin. Bu yüreklerini titretküçü qo'shiqlar aytilganda uydagilarning hammasila tartdi. Xuddi A'la ularning yürek sözünü isar qılıbatqandek, ular üçün ecdatlardan naql keltirib, bugünkü yürek jarohatlarini eslavatqandek bilindi. Lekin yolg'iz Namatla g'amdan xoli edi. Namat bir qo'liga budulka, bir qo'liga rumka elib, egiz past dastlab usul o'ynashga boshladi. U qurmashning oldiga kelib tizinib o'ltirib, qoshlarini o'ynatishga boshladi, tosh uning putiga tepib. Payzi o'g'risi bo'ldi qil, deb qo'ydi. A'la birinchi dastonning marg'ulini shunchalik yiqimliq chaldiki, bog'ning ko'chtemi odamlar bilan to'ldi. Boqqa natudunshmaslar, qo'lim qo'shnilarmi salom berib kirib kelishdi. Ikkinchi naqsha Navoiy she'riga taqlid qilingan she'r bilan boshlanganda A'laga agishadigan hech kim qolmadi. Chunki bu she'rni hech kim anglamagan, she'rning so'zlari to'liq ma'nilik, ta'sirlik edi. Ko'rgili husningni zoru mubtila bo'ldim sana, na balaliq kun edikim oshna bo'ldim sana. Naki kunduz, naki tun uyqu kelmez ko'zime, hech davosiz dard ila tashna bo'ldim sana. Tunda yangan cho'q kabi g'ilpal ko'rinding na etay. Yer yuzida jubti yo'q bir tal bilinding na etay. Bir ko'rinding bir umrcha tarqudek dard saldinga, ashu dardda mukchib xuddi ya bo'ldim sana. Muqam oxirlashgandan keyin do'stlari uni savollar bilan ko'miverdi. Hey avaq, nalarda yurib shuncha usta bo'lib ketding? Boyiqi aytganlaring kimning she'rlari? Olim bo'lishni cho'rib, amdi sazanda bo'lay debsanda? Adash, qo'llaring nimancha qadoq. Hey, berib harvikash bo'lib qoldingmi? Lekin A'la kulib qo'ydi. O't untunsiz haraq ichadi. Kir lungisi bilan yuz bo'yinlarini erdatdi. Hoshirlar uningga butun diqqati bilan zan qo'yib, jimjit xiyol bilan o'ltiratdi.
Gerçi do'sti uningga hol etmagan bo'lsa-mu, Hoshir A'laning hamma ahvolini bilardi. Hoshir 1966-yilining 5-ida mushu noyaga muavin shuji bo'lib kelibla, noyaning bir o'tir maktabidan oralla o'rin tekkan do'stini izlab topdi. Ular bir kecha mundashdi. Shu chaqda A'la uningga hol etmadi. O'zining to'tni aniqlashda tartib chiqarilganligi, o'qituvchilik layoqati elib tashlangan, ruxsatsiz hech nega bora olmaydiganligi to'g'risida bir eg'izmi gap qilmadi. Faqat tirishib ruscha o'rganayotganligi, yozgan ilmiy maqolalari, to'plagan kitoblari, dövi karta xotiralari, kundalik va uzun yillik planlari to'g'risida qizg'in va ruhlanib so'zlab berdi. Az kundan keyin Noyilik partkomda üstü qurulma sohasidagi sinibiy kurash muzokara qilinganda A'laning masalalari, ya'ni Savut bilan bo'lgan aloqasi, aksiyatchi maqolalari tilga olindi. Hoshir do'stini oqlab Noyilik partkomining bosh shujisi va tashviqot bo'limining boshlig'i raqib bilan qattiq tirkashdi, lekin kuch ilisholmadi. Shuning bilan A'la nahiya bo'yicha kichik Dingtu degan nomga ega bo'lib, kurash va pepan qilindi. Hoshirning yuragini zedi qilgan bu ishlarning oxiri tugamayla madaniyat zo'r inqilobi boshlanib, A'la birinchi qitim sazoyi va kurash qilindi. Bütün kitap qo'lyozmalari ko'rgazma qilinib, keyin ko'ydirildi. Az kundan keyin Hoshirmi tartib chiqarildi. Mana hozir ularni tartib chiqqanlar huquq qo'yida bir-biri bilan urushmoqda. Hoshir bilan A'la ularning so'qishishlaridan foydalanib, bugun do'stlari bilan uchrashib turibdi. Hoshir A'laning qo'lini olqini oldi. Ular bir-birining ko'ziga qarashdi. Bu kunlarga til bilan ifoda qilg'ili bo'lmaydigan dard alam, ya'ni shundaqlar noyida cho'nqur qatlamlarga umid sho'lisi yoshiringan edi. O'tib ketdi, dedi Hoshir qattiq tortib. Umrmi? A'la ochiq kulimsirdi. Hoshir uninga yana sinchilab qaradi. Do'stining ko'z quyruqlarini ushshaq qo'riqlar qaplagan, ikki qovuzi o'ltirishgan, umidli ko'zlari shuncha g'amkin, miskin. Bugun meninkiga chiqib ketayli, dedi Hoshir. Piyoda chiqib ketamiz. Qaradongdagi saroyda ikki etim bilan harvon bor, dedi A'la. Ular menga qarashliq. Undaq bo'lsa, bugun shu saroyda yotayli. Kechalab xonga borman. Adi tushkicha ko'mir besib yenib chiqmasam, menga kun yo'q. Undaq bo'lsa, xonga birga chiqayli. Osmonning mehmonlari amdi bir to'p maslarga o'zgardi. Maslar nimalarni demaydi? Nimalarni qilmaydi. Ularning birlari gap talashmoqda, birlari pichirlashib, bo'yinlaridan giralishib mungdashmoqda, yana birlari olmalarning ostida yotmoqda, yana birlari masalan nomardga o'xshashlar qozon beshi bilan so'rin orasida daldanglab, birdam ayollarga, birdam do'stlarga og'ziga kelganini jo'ylab yurishmoqda. Faqat yolg'iz A'la bilan Hoshirlar xudini yo'qotmagan. Ular ishtiho bilan nerin yedi va Osmon bilan Zulg'umardan o'zg'arlik so'rab ko'chaga chiqishdi. Osmon yulduzlar va to'lin oy bilan go'zal. Ko'chalar uyquda. G'uljining yoz oqshimi to'limi salqin va larsan shamolliq. Egiz oq teraklar asta shivirlashidi. Eriq suvlari ehtiyot bilan pichirlashidi. Bog' o'ylardan gupildab gul yedi kelib turdi. Tabiat ikki do'stni o'ng'ayla sagatdi. Bayatning ishkan aroqlari yozda yoqqan qordek o'ng'ayla g'oyib bo'ldi. Ular o'ltirishda boshlagan gapini davomlashtirib, Novigorod ko'chasiga keldi. Ko'cha ola ko'langilar bilan o'sa qilingan bo'z yerga o'xshab qolgan. Bundaq ola ko'langili kechada ular nurg'un qitim qo'ltiqlashib bildi mengishgan. Lekin aslan chiqmaydigani buningdan 10 yil burun Roziya uchi bildi mangan kecha. Ular gerçi Raziya to'g'risida bir ig'izmi gap qilishmagan bo'lsa-mu, munu sirliq kecha har ikkilisiga Raziyani eslatdi. Ular tangla o'qtardi. A'la ixtiyorsizlar. Bechora Raziya mushu turqida turma tunglikidan yulduzlarni ko'ryotdi. Lekin munu puraqliq shamollar uning yuzlarini sepashga qodir emas, dedi. U xiyolda biz bilan so'zlashyotdi, dedi Hoshir A'laning belikidan mo'jib qo'yib. Bechora qizning jabr-jafo tortishiga men sababchi.
Navada sen o'z vaqtida Rahmatovcha Chernyavskiyning nima qilish kerak romandagi talabchan qahramon. Ish qilmagan bo'lsang, Raziyaning taqdiri boshqacha bo'lgan bo'ladi. Muhabbat insonni ham baxtlik, ham baxtsiz qildi ekan. Lekin baxtliklarmi, baxtsizliklarmi pushaymon qilmaydi ekan. Bu ajoyib ish. Ular jimib qilishdi. O'tib ketadi, tuziladi, dedi Hoshir daraxtlarning uchiga qarab turib. Tuzish uchun qilinayotgan ishqu bular Raziya cho'qim chiqadi. Dadisining kitoblarini elib manganlarga qaratib ochiq gap qilgani uchunla so'langan tursa, nemishqa qo'yib berilmaydi ekan. U qo'yib berilsa-la, men uning bilan to'y qilaman. Navada qo'yib berilmasichu, nemish qundaq deysan? U naq sen himoya qilayotgan mushu inqilobni tilgan. U chiqsimi yanada tilaydi. Sen mushu tabiating bilan qandaqmi Raziyaga yistashlik qila olaysan? Yo'q, tillamaydi. Endi tilmaydi. Xatolashsan. U Pushkincha odam emas, Lermontovcha. Pushkin podshohga qarshi turib, keyin to'g'ri qilgan va podshohni tilamagan. Lermontov oxirgacha tilgan avtorning izohi. Odam hargiz xato qildim demaydi. Seningcha men uning ko'z qarashini qabul qilsamla, ondan uning bilan birga bo'la oladi ekanman-da. Naq shundaq. Bu to'lim uchun qurban berish bo'ladi-da. Boshqalar sening uchun qurban bersila bo'ldi ekanda, Raziya oz qurban berdimi? Ko'ngli xolmagan biriga ayol bo'lish seningcha oz qurban berganlikmi? Ular yana jimib qilishdi. Atrofda miltiq pelmotlar etilishga boshladi. Yaqinda yerda odamlar vaqirashmoqda edi. Hoshir terikdi. U o'zicha g'udunshidi. Kitob xaltasidan zodi yaxshi gap chiqmaydi. Talanting bor, lekin ziyonliqsan. Lushinning mundaq bir gapi bor, dedi Allah xuddi Hoshirga emas, uyqudan cho'chib uyg'ongan shaharga so'zlayotgandek vaqirab. Talant egalariga ziyonkashlik qilish kishilarning ko'nib qolgan odati bo'lsa kerak. Junguda xan va jin sulolalaridan keyin dong chiqargan adiblarning to'lisi qarinib keldi. Hozirmi shundaq? Lyushi mundaq degan. Sarkarlar, vazirlar martabasi yuqori bo'lganlikdan shuhrat qozonadi. Adiblar martabasi tuvan bo'lganlikdan til haqorat ostida yashaydi. Bu xuddi daryo suvlari o'rkashlab oqsa, eriq suvlarining birdam ko'p, birdam oz oqiniga o'xshash bir ish. Tilingni yig'dayman, Hoshir tatirib ketdi. Nima? Shujilikdan sarkardilikka yoki vazirlikka o'rlay demsan, a'lomi navdada tortinib o'ltirmadi. Bo'ldi qildayman. Hoshir mushtumini havoda planglatdi, lekin Ala uningga parvo qilmadi. Yolg'onmi? Dedi Ala g'amsiz qiyofatda. Nima qoldi? Kim qoldi? Umar apandining kitob yig'ishimi? Gunohmi? Raziyaning saptil dadisini himoya qilishi jinoyatmi? Nemishqa senda ularga nisbatan hissashlik qo'zg'almadi? Sening odilliging, vijdoning nega ketdi? Partiya a'zosi, partkom shujisi bo'lgan odam qarg'u, pang, g'ochi bo'lib olsa bo'lamdi ekan. Bilib qo'y, sen texi tuzildi deysan, meningcha tuzalmi ketas. Umid nada? Chingizxon romanida Muhammad Shoh davlati vayron bo'lganda huquqni o'g'li Jaloliddinga berdi. Jaloliddin nima deydi? Umid bo'ronliq kechadagi bir tal yengni, lekin men uni tepishga urinib ko'raman deydi. Hozirmi umid shunchalik ko'rsan texi. Hoshir jaloqlab titradi. U tishlarini ko'rishtirib, A'loning yoqasidan mo'jib tutdi va mushtumini ko'tardi. Sen ishplas. Naq shu chaqda ularning yeniga qurolliq odamlar kelishdi. Ular jiddiy, asabiy, talva edi. Hoshir do'stini qo'yib etib, ikki qo'lini tushirib tik turdi. Nima odamlar sizlar? Men, dedi Hoshir, davlat kadri. Qaysi ko'z qarashda tartib chiqarilgan men. Senchu, men harvikash. Qaysi ko'z qarashda sen? Haqiqat tarafda. To'zgap qil, ayt, qaysi payga yaqinsan? Ikki itimga yaqin. Minglar, hozir harbiy holat. Ularni bir kichik ho'yliga haydab kirdi. Ho'ylida bir necha tutqun o'ltiratdi. Ho'yli xira yo'ruq, besiramjon qurolliq yoshlar kirib chiqib turishatdi.
Әла bilan Hoshir bir-biriga dumbisini qilishib, qeri qor yog'ochga yo'linib o'ltirishdi. Ularning o'zaro suhbati davomlashmoqda, lekin ovozli emas. Har qaysi o'z ichida so'zlashmoqda. Hoshir, bekorlar ranjitdim. Balkim Alaning aytganlari rostdu. Partiyamizda hozir ayrim rahbariy kishilar xatolashayotgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin Ala nemishqa partiyamizning undaq kishilarning xatoligini tuzishiga ishonmaydi. U hamma ishni cho'nqur o'ylaydigan, uning ustiga ko'p taraflama bilimga ega odam. Shundaq bo'lgandan keyin qiyin sharoitdimi umidsizlanmasligi, gumonlanmasligi zarur edi-ku. Nemishqa u cho'ng yo'linishning to'g'riligini inkor qiladi deb o'ylasa, Ala do'stiga ish chaqirdim. Uni bekorla ranjitdim. O'rnimiz, kechirmishlarimiz o'xshamaydi-ku. Albatta u men his qilganini his qila olmaydi-da. Uning ishonchisi soddaligidan kelganligini bilib turib, nemishqa uni o'z sadoqatidan voz kechishga majburlayman deb o'ylaydi. Ala muallim, bir yosh qo'raliq yigit Alani tanib oldi. Meni tondingizmi? Men Ibrohim. Siz Lanjodan kelib bizning maktabga ma'lum bo'lganda bizga adabiyot darsi bergandingiz-ku. Hozirmi biz bolalar to'plansaqla sizning gapingizni qilishimiz. Ala o'rnidan turib Ibrohimning sungan qo'lini tutdi. "Ohoy, menimi muallim deydigan odam chiqdi ekan-ha?" dedi u kulib. Ala qorong'u bulungdan chiroyli kiyingan, Kavkazcha burut qo'ygan bir odam Ala qarab quchoq ichib yugurib keldi. Ala uni tanidi. Savtov aka. Ular uzoq quchoqlashdi. Hoshirmi o'rnidan turdi. Savtov Alani yo'riqqa ochqib sinchilab qaradi. Savutovning oldida maylashgan ish kiyimi, bir so'mlik seriq shapka, putiga cho'xay kiygan, o'riq, g'amkin, tushkun yigit kulimsirab turadi. "Alamusiz?" dedi Savutov qaytlab Alaning murisini quchoqlab. "Men faraz qilgandan yaxshi turibsiz, inim. Siz bilan bizga mushuning o'zi kifoya. Ruhimiz ikkilanmaydigan kun yo'q. Shunga tilimiz o'zimizga beqinmaydi. Shuning uchun tilimiz badanimizga dushman. Israpulov, keling. Munu yigit bilan tanishing. Do'st bo'lsangizlar, siz baxtli bo'lasiz." Bulungdan saqal burda o'sgan, egiz, o'ruq, nachar kiyingan odam qo'zg'aldi-da Alaga yaqinlashdi. U yirik qo'llari bilan Alaning qo'llarini ching siqib, "Ikki ko'mirchi tepishibdimizda, ismim Arif Israpulov. 1945-yili 4-oydan boshlab askar bo'lgan, umrimning to'lisi dalada o'tgan, ozod nishonliq polkda kaptan bo'lgan, jang ko'rgan, qon to'kkan. Rostini aytganda, sizlarni ozod qilgan qaysarlarning biriman", dedi. U mas edi. Savutov Hoshirni tanidi. U Hoshirning mashrang ustivishig'a qarab qo'yib, quchoqlashmayla ko'rishdi. "Hoshir, sizmi men o'ylagandekla turibsiz. Angladim. Bizga rahbarkansiz, inim. Lekin Hoshir ukam yolg'iz sadoqat bilanla bir odam qadrlik bo'lib ketilmaydi. Sadoqatmi zarur, lekin u bir xemir turishliq roli bor narsa. Uning bilan qo'rsoq to'ymaydi. Sadoqat bilan yaramliq kesib, moslashib kelsa, to'limi yaxshi bo'lgan bo'ladi." "Rost, men kasb ahli bo'la olmadim." Hoshir Savtovga yalt qilib qarab qo'ydi. Ala uning qarshidan bir xil yo'shirin norozilikni tushundi. Dal shu chaqda sirtda avval miltiq, orqadan avtomat bilan pulemyot etildi. Hovlida birmi qurolli odam qolmadi. Tutqunlarmi qorong'u bulunglarga tiqilishdi. Hovlining o'ttirsida yolg'iz Isropulovlar qor yog'ochga hamroh bo'lib, ikki qo'li bilan beliga taynib parvosiz turadi. Savutov pichirladi. "Kim kimni yo'qityotidi, bilamsizlar bolalar?" Bir ko'z qarashdikilar yana bir xil ko'z qarashdikilarni. "Yo'q", dedi Savutov vaqirab turib. "Bu hech qanday inqilob emas. Chingizxonning talviligi, Baturxonning vahshiyligi, Gitlerning asabiyligi, ular xalqni, insonlarning qon tarini, ruhini yo'qityotidi. Bu o'qlar xalqqa aytilyotidi." "Kapishmang", dedi Hoshir o'rnidan sakrab turib. "Bilamsiz, bu gaplaringiz uchun turmaga tushsiz apandi." "Turmaga", dedi Savutov zaharlik kulib qo'yib. "Hozirmi turmadiman? Bu jamiyatning qayeri turma emaskan?" "Heligu muallim ekansiz", dedi Hoshir xuddi biri qonidan bo'g'ib olgandek azoblanib xosirab.
dadam bo'lsangizmi, əmdi kaniyinizdən boğman. Sən boğmusanmı, sırtmaqdıman, dedi Savitov Hoshirga yiqilishib. Bilib qo'y, men turmadan chiqqili 1 yil bo'ldi, yana kirmoqchiman. Nimishqa kiraman? Rost gap qilganim, halol ish qilganim uchun kiraman. So'zlamang, Hoshir asabiylik bilan vaqirib, mushtimini ko'tardi. Shu chaqda ularning yeniga isrof bo'lib yetib keldi-da, qatmal qo'llari bilan Hoshirning ko'tarilgan qo'lini belikidan mujib tutib, ko'zining ichiga tikilib qarab, o'g'il bola bo'lsang, mushtimingni ovu qurol tutqanlarga tangla. Ko'rdingmi? Bilim yurti ko'yotidi. Sanga o'xshash necha ming talbani odam qilib chiqqan ona maktabing o'q ostida kul bo'lmoqchi. Hoshirning qo'llari ixtiyorsiz tuvan tushdi. Isrof bo'lib ko'chaga qarab yugurdi. Uning keynidan boshqalarmi yugurdi. Ular aniq ko'rdi. G'o'lja bilim yurtining suyimlik binosi ko'ymoqda edi. Mening jinim tenimga patmayotidi, dedi isrof bo'lib qo'llarini egiz ko'tarib. Ana maktabimiz ko'yotidi. Biz 1944-yili Kashkuzda mushu ana maktabdan qo'limizga qurol elib jangga chiqib, avu un zavodiga hujum qilganda Gomindag'ni qirgan. Lekin ana maktabimizning bir tal ko'znikini chaqmagan. Hoshir A'laning belikidan tutdi-da, mutallib beg'i tarafga so'radi. "Mang, nag'richi bilan aylanib Qaradunga ketayli." A'la Savitovni so'radi. "Yuring, muallim." "Yo'q," dedi Savitov yo'lning o'rtasiga chiqib, Isrofilovni qaytarib kelaman. Isrofilovning yo'lning o'rtasi bilan vaqirab ketib boradi.